Endiki leksiyemizi devamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Çavuşan'ı 10 yıl kesil tarmar kılımız. Koriya prezidenti Amerika'nı ziyaret kılıp BDT'nin yığına katnaştı. Mavzula haber 9. ayının 18. gün Dovitor bitid ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Çavuşan arkadan yadrosuna kılıp vaziyetini ciddileştirip etti. Koriya prezidenti Vinzayin tinchlik söhbeti teşebbüs kılıdığan fırsatını yaka pozitsiyasını özgertip endi Çavuşan'a qattiq gap qildi. 18. gün Amerika'nı ziyaret kılıp Amerika Yaponiya rahbarları bilan Çavuşan yadro qurolları meselesini muhokama qildi. Vinzayin New York shahriga kelib BDT boshlig'i Antonio Guterres bilan ko'rishgandan keyin Koriya musofirlari bilan suhbat o'tkazdi. 21. günü Vinzayin umumiy yig'inni nutq so'zlagandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump va Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan suhbat o'tkazib, Çavuşan yadro qurollari masalasini muhokama qildi. Rossiya Sahar gazeti 9. ayının 15. günü mas'ul tahdid silib, Çavuşanni tarmar qilaman dedi. Kechiringlar. Seul tahdid silib, Çavuşanni tarmar qilaman dedi mavzuliq maqola e'lon qilib, maqolada bunday ko'rsatdi. Çavuşan orqa-orqadan raketa qo'yib bergandan keyin Koriya hamda diplomatik yo'l bilan hal qilish to'g'risida ham xiyol qilmaydigan bo'ldi. Koreyada yangi saylangan prezident Moon Jae-in tinchlik yoki Zaytun shahrini planlatib o'tirliqda shakllanib, hatto sot sistemasining o'rinlashtirilishiga qarshi turgan. Hozir amaliyotda biz to'g'rida to'xtalmadik, sot sistemasi, raketa sistemasi Çavuşan Koreyaga o'rinlashtirib bo'lindi. Tamam o'rinlashtirildi. Endilikda u tinchlik to'g'risida tashabbus va pozitsiyalarini o'zgartib, yuqorida qattiq so'zlayapti. Koriya prezidenti Moon Jae-in navbatda Çavuşan bilan suhbat qirg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Demak, sizlarga Koreyaning prezidentining pozitsiyasini ko'rsatish balki o'sha bir jumla so'z uchun o'sha xabarni tayyorlab keldik. Moon Jae-in Koreya prezidenti Moon Jae-in ikkinchi Koreya nima deydi? Navbatda Çavuşan bilan suhbat o'tkazgili, suhbat qirg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Demak, suhbatlashishning yo'li etildi dedi. Rossiya tasisi agentligi Koriya prezidenti Moon Jae-inning so'zini naql keltirib bunday ko'rsatdi. Agar Çavuşan davomli Koreyaga va uning ittifoqdoshlariga ig'vogarchilik qiladigan bo'lsa, Koreyaning Çavuşanni tarmar qilish yetarli kuchi bor. Moon Jae-inning so'zini isbotlash uchun Koreya davlat mudofaasi Çavuşanning keyindilla, ya'ni Çavuşan raketa qo'yib berib, 15-kuni aning keyindilla Koreya raketa qo'yib berdi. 19. qurultaydan burun Ivanka Trumpning yangi xabarjimi Junguni ziyorat qilishi mag'lub bo'ldi. Minister Wang Yi javobgar bo'lamdi. Ivanka Trump prezident Trumpning qizi Ivanka xonimni ko'zda tutdi. Biz bu to'g'rida bir leksiya so'zlagan edik. Yaqindan beri 4-5 qatim bu xabar o'tirg'i chiqib qoldi. Bu xabarning o'zi nima degan vaqtda asosli to'xtalayotgani Amerika Jungo munosabati qanday bo'ladi degan savolga yarasha o'tirg'i chiqayotgan. Mavzuli xabar 9. ayning 18. gün Dovitor bitid e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Kompartiyasi 19. qurultaydan burun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti ning qizi Ivanka Trumpni Jungoni ziyorat qilishga taklif qildi. Bu orqali Jungo Amerika munosabatining yaxshi ishkanligini dunyoga ko'rsatmoqchi bo'ldi. Lekin bir xabar shuni oshkor qildiki, yana bir xabar yana shuni oshkor qildiki, Ivanka Trump ayol Jungoning taklifini rad qildi. Ivanka Trump va uning eri qo'shnilar apandilar Jungoni ziyorat qilish taklifini rad qildi. Endi Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi javobgarlikka tortilishi mumkinmi? Jungoning 19. qurultayi 10. ayning 18. kuni Beijingda o'tkazildi. Bundan burun Jungo Ivanka Trumpni Jungoni ziyorat qilish taklif qilgan, lekin rad qilish qo'shildi. Angliya qo'g'dash gazeti 9. ayning 9. kuni bunday ko'rsatdi. Tashqari dunyo Washington bilan Beijingning qo'sh taraflik munosabatidan qayta ansirayotgan bir paytda
Muşu ayda Cüngünü ziyaret kıldı dep ümit bağlagan Ivanka Trump ayalının Cüngü ziyaretini emelden kaldırıldı. 9-cı aylık ziyaret siyasi pırgı koyuq dep qaralgan ziyaret idi. Biroq Prezident Trump'ның kiyoğlu Koşner Cüngünü ziyaret kılışqa teklip kılışını rad kıldı. Washington'da Cüngü meselesi boyunca profesör Bill Bishop mundaq ko'rsatdi. Ziyaretning bekor qilinishi Cüngü diplomatlarga zarba berdi. Ular Ivanka Trump Cüngüni ziyaret qildigan bo'lsa, Prezident Trump'ның Cüngüni ayıplashini cheklagili bo'ladi deb qaragandi. Mayli Cüngüni ziyaret qilishni Koshner deb rad qilgan bo'lsin, yoki Aqsaray ularning Cüngüni ziyaret qilishi qo'shilmagan bo'lsin, lekin hozir intayin so'q bir xil paket Cüngüning oldiga qo'yildi. Hürmetlik vatandaşım haberde şunda değildi. Hazır intayin soğuk bir paket Cüngü'nün aldığa koyuldu. Yani Ivanka Trump çok uzun ayda Cüngü'ye ziyaretke barmaydı degen paketten ibaret. Amerika'da köp organla okşaş bir günde Çavuşengi ifade bildirdi. Qaysi ras? Mavzulu haber 9 ayının 18. gün doyu torbeti ilan kılındı. Haber mındak başladı. Bu yeni haberci mi vatandaşı? Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq elchisi hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mahkamasi 9 ayning 17 kuni hammasi Çavuşen meselesini o'zining maydonini sharh qildi. Bunun içinde Devlet Mahkemesi'nin meydanı özgücü oldu. Nekki hali Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq Amerika'nın daimlik vekili. Nekki hali 17. günü mundaq ko'rsatdi. Bexatarlik komitetinin qo'lida Çavuşenni tizginlaydigan hech qandaq bir chora qolmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komiteti hazırgacha qararı layıya embargo siyaseti tüzüp Çavuşen'in qaratgan siyasetlerini tekrarlap geldi. Endi neki hali nemi deydi neki hali hanım? Endi Bexatarlik Komiteti'nin qo'lida Çavuşenni tizginlaydigan hech qandaq bir chora qolmadi. Amerika endi bu ishni Çavuşen yadro qurolları meselesini hal qilishni Amerika davlat mudofaasining bir taraf qilishiga topshirib berish kerak deydi neki Xali xonim.